Botirmang aka, botirmang. O'zbekistonning eng taniqli streamerlaridan biri shu o'ynab pul topadigan yosh bolalaridan biridan intervyu olamiz. Necha pul ishlashini bilib olamiz. Pul qo'limga oldim, gelikon. Keyin menga dokument kelyapti uyga, men bunga qo'l qo'yib beryapman. 2,5 milliardlik kontrakt turibdi. Bitta iPhone 16 Pro Max. San Buni nechaga beraveramiz? Agar meni поддержка qilayotgan bo'lsanglar, sochinglarni kalga olasizlar, bolalar. Это не просто жилой комплекс, это город в городе, где все возможно. 3 класса жилья, бизнес, комфорт плюс и комфорт. Огромное дворовое пространство. Чистый воздух, новый развивающийся район, близость к центру. Botirmang aka, botirmang. Mujik. Voy, aka, uyim onamga kirgizmaydilar. Onam uyimga kirgan. Bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Do'stlar, короче, qolganini akkuratni sartarosh olib qo'ysin. Men sartarosh emasman. Baribir ishlari bor. Mujikka o'xshab aytganini qildi. Like bosib, qo'llab-quvvatlaydi. Yuragi ko'zi achyapti bunga seriyozli. Gap yo'q, mujik intervyusini kutayotgan bo'lsangiz, izohda olovdan beraylik. Gap yo'q, Shohruz mujiksan, mana sochlar bu realniy parik emas. Gap yo'q. Kutib qolinglar intervyuni. Agar meni поддержка qilayotgan bo'lsanglar, sochinglarni kalga olasizlar. Bolalar, erkak bo'lsanglar, meni rostdan ham to'xtang aka, gapirib oling. Agar rostdan ham meni поддержка qilayotgan bo'lsanglar, sochinglarni kalga olasizlar. Men sizlarga rostdan respektimni bildiraman. Mujik bo'lasizlar. Do'stlar, bugun biz O'zbekistonning eng taniqli streamerlaridan biri shu o'ynab pul topadigan yosh bolalaridan biridan intervyu olamiz. Necha pul ishlashini bilib olamiz va eng qizig'i, bu istoriyamiz juda ham qiziq boshlangan. Sababi Shohruz Jikudze bilan biz ko'rishib, Instagramda post qo'ydik. 150 mingta like yig'sa, intervyu qilamiz dedik. Assalomu alaykum. Yig'ilmasa, aka sochimni kalga olveraman dedi. 4 kunda 150 mingta like yig'ildi. Lekin sochini mana почти kalga mana oldi mujik. Ko'rsataymi? Ko'rsat. Mana bunaqa soch bo'ldi. Bosib o'tirmadik. Bo'lgan soch bilan mana bu soch bu kalt hisoblanadi. Bu uchun tragediya-da bu, короче, o'zini uzun sochini yoqtirar ekan, sochi uzoq o'sar ekan, uni ustiga onalari ham iltimos qildilar, shu bolamni uyga qo'yib yubormayman 5 kun. Uyga kirgizmayman dedilar. 1 sm qo'yib yuborsanglar-da, поэтому от dуши qilib, baribir 150 ming like yaqda mujikka ishini qildi, отдельно like bosib qo'ysa bo'ladi va Shohruz, davay suhbatni boshlaymiz. Qalaysan? Zo'r, rahmat, xudo shukr. Mana shu gaplashamiz. Mashinasining obzori qisqa, Kia K5 da yurar ekan. Yoshingni eslatib qo'yinglar, necha yoshdan? Yoshim 20 da. 20 da, eng qizig'i. Qayerda Toshkentda tug'ilgansan? Toshkentda tug'ilganman. Polniy hammamizda Toshkentlikmiz. Kia K5 da yurasan. Bo'ldi, в принципе, intervyu tugadi. Короче, qiziq ma'lumotlardan, shu Toshkentda tug'ilib, oilada 3 ta farzand ekansizlar. 2 ta opam. 2 ta opang bor ekan, o'zing shu bitta o'g'il ekansan. Bitta opam. Ota-onang shu 2 yosh bo'lganingda ajrashib ketishgan ekan, to'g'rimi? Shunaqa. Onam o'zlari bilan katta bo'lgan. Qatdan bildik, bitta videolaringdan birida aytibsanki, aytganman. Bor pulimni berib yuborishga tayyorman, shu ota-onam birga bo'lishi uchun. Shunaqa rost, shunaqa. Bu narsa o'zgardimi shu paytlardan beri? Endi baribir bu narsaga o'rganasiz. Otasiz katta bo'lish ham qiyin. Menga masalan otam tarbiyasini ko'chada akalarim berishganda, erkakroq bo'lish. Mana biz ko'pchilik blogerlarni taniymiz, oilasida hamma ikkita opalari bor, onasi bor, lekin xarakteri jenskiy bo'lib qolgan. O'shaning uchun menda jenskiy xarakter bo'lmasligi uchun onam meni ko'chaga chiqazorganlar, bor akalaringdan katta bo'ldi. O'shanga men uyda o'tirmas edim yoshligimdan. Ko'chaga chiqib kattalardan tarbiya olganman. Как ota sifatida tarbiya olganman. Hozirgacha. Xo'p, adang bilan gaplashib turasan? Bir gaplashib turamiz. Отношения yaxshimi? Yaxshi, yomon emas, yaxshi. Oyim bilan yashaysan? Oyim bilan yashayman. Oyisini o'sha bir post olganimizda ko'rib qoluvdim. Juda ham yaxshi ko'radilar o'g'illarini, prям. Da, revnovat qiladi. Любимчикsan, 35 yo'linasan deyaptilar o'sha. Ha, серьезно? Gap yo'q. Короче, ke pul haqida ozgina gaplashib olaylik. Hammaga qiziq tema bo'lgan. Pul news so'z berib qo'yuvding. Eksklyuzivni hammasini ochib beraman deb. Eng qizig'i, birinchi oyliging sani shu streamni boshlanganingda, shu karantinda birinchi boshlagansan, streamlarni $100 bo'lgan. $100 oylik berishgan ekan senga. Streamni shu karantinda boshlagansan, уже 100 mingta подписчик urgan karantinning o'zida, undan keyin karantin tugaganicha 450 mingta подписчик yig'ibsan-a? Da, 450 mingta подписчик yig'dim, $100 dan $300 ga oyligim oshdi. То есть oylik to'lashgan. Oylik to'lashganda. Lekin qiziq etap, yaxshiroq pul kelishni boshlagandan keyin tam
Kayf safo mana shunaqa Kayf paytlar ham bo'lgan. safo bo'lgan, конечно. Kayf biza bu yoshda masalan 16-17 yoshingizda buncha sizga boshingizga katta narsa kelib qolsa baribir qanotlar o'sishni boshlar ekanda. Uchib ketdim men sal, berilib ketdim, bu yoqga. Birinchi katta pul necha yosh eding? Tushganda qo'lingga o'sha taniqli bilan birga. 17 yoshimda. 17 yoshda. 17 yoshimda. Juda katta pul tushgan qo'limga. O'shanda birinchi marta kontrakt qilgandim. Qo'limga katta pul olganman, o'shandan keyin Nimaga ishlatding? kayf safo. Ha? Necha pul? Haftasiga $4000 qurtardim. Haftasiga $4000 Haftasiga $4000 qurtardim. 17 yoshda. U endi u отдельно hali uyga olib kirganim bor. Ha? O'zimga ko'proq qurtardim, uyga kamroq olib kirardim. Endi u payt men bilmasdim. Unaqa narsalar bo'lishligini. Mana kayf safolar bo'ldi. Ishingga ta'sir etdimi? Ishga ta'sir etdi. Ishga ta'sir etdi demayman-u. No, men bu akalarim yonida sal uyalib qoldim. Akalarim yonida sal uyalib qoldim, onam yonida sal uyalib qoldim. Qachon stop deding? Mani bundoq zashkir ushlashganida o'shanda stop berishgan menga. Akalaring aytishga yaxshiligiga olib kelmaydi. O'sha paytdan beri 18 ga to'lganimdan keyin hamma bir tiyinimgacha onam olishni boshladi pullar. Hammasini polni onangga berasan. Hammasini polni. Hozirgi paytgacha onam men hozir ujin qilyapman, tashlab bering pul. Onam menga benzinga pul kerak, tashlab bering pul. Haligacha. Lekin men bu narsadan achinmayman, chunki 18 yosh bo'lgan paytim 19 ga endi kirishim kerak. Salonga borganimizda Kiyaga menga ko'rsatganlar, qaysi mashina yoqyapti? Mana deganman. Keyingi kuniga borganmiz, mana shu mashinaning dokumentini olib chiqib berganlar kalti bilan. To есть mashinani ham hattoda borib tanlading, ular to'lab yubordilar. Ular to'ladilar, mashinani olib chiqib ketganmiz. Gap yo'q. 19 ga to'lyapman. Onam Novostroykaga olib boryaptilar meni. Biz uyga kiryapmiz. Ona nima bu joyda olma? Bu seni yangi uying. Uy olib berdilar senga mashina. Bu seni yangi uying deyaptilar. Menga dokumentni ko'rsatyaptilar. 19 yoshdan. Uyim bor, mashinam bor. Cho'tta boru, cho'tta onam beryaptilar, men onamga ish olib bermayapman. 19 ga kirdim. Sardor aka degan aka bo'lardilar. Sardor aka menga $20000 berdilar tradingga. Aka, davay ko'taramiz, 50-50 bo'lamiz foydani. $20000 bir oyda 350 ming qildim. Mana bo'lgan hammasi isbotlari bor. Pul ichganimizni, pul sanaganlarimizni bankda hammasini isboti bor. $350 biz bo'ldik. Skrinlarni yuborgan, потому что men tradingda juda ham qo'rqinch bilan qarayman. Har kuni biz pul ishonmayman, 98% odamlar pul yo'qotadi deb, baribir. Ko'p odam pul yo'qotadi. Men trading bilan shug'ullaninglar demoqchi emasman. Bu trading xuddi hozirgi paytda bu narsa как bilmadim. Ehtiyot bo'linglar-da, bunda pul ishlash uchun bu narsa bilan yashash kerak. Prosta soqqa bilan tariximda bo'lgan narsa. Hozir men masalan trading bilan shug'ullanmayman, chunki bu narsa menga nima yoqadi, fizический biznes qilish. Masalan, ushab ko'rib sotsangiz u boshqa. Ko'rmaydigan narsangizni sotsangiz u 350 ming ishlading, oyingga ish nima qilmading? Pul qo'limga oldim. Gelik oldim, onamga sovg'a berdim. 2 kun haydadilar, mashinani sotib yubordilar. Keyin menga dokument kelyapti uyga, men bunga qo'l qo'yib beryapman. 2,5 milliardlik kontrakt turibdi. Novostroykadan uy olganlar menga o'sha pulga. Gelikni sotib yubordi. Gelik sotib yubordi. Unda negativ bo'ldi, senga hayb uchun olding. Negativ bo'ldi, nimaga? Chunki bitta inson bor, O'zbekistonga yaxshiligi tegib turadi. O'sha meni gapirib chiqdilar. O'shandan keyin menga qiyit kelish boshladi. Endi baribir men mashina berdim, xalqqa ko'rsatdim o'sha narsani. Keyin sotib yuborganimizni xalq meni yomonlab chiqqani, menimcha bu bori ko'rolmasligidan. Ko'rolmasligidan. Yo'q. Xalq shunaqa negativ bildirgani sababi hayb uchun qildi deb o'yladi. Qisqa srok bo'lgani uchun bir oy yurib bilishmaydi-yu, na samom dele nima bo'lganini, to'g'rimi? Men aytmayman-ku. Qaranglar, onam mashinamni sotdi, menga uy olib berdilar demayman, ularga qiziq emas bu narsa. Odamlarga mehnat qiziq emas, rezultat har doim qiziq bo'ladi. Oddiy qilib ketganda u gelikka puliga sotib yuborib, senga uy olib berdilar. Menga uy olib berdilar. To есть u gelik prokatga olinmagan, real ishlangan, o'zingning pulingga olingan. Qayerdadir даже bolalar bilan, redaktorlar bilan gaplashganda shot fakturalarni ham qo'ygan ekansanmi videoga? Da. Shohruh yomon bola emas, endi yosh xatolar qilib turadi. Menimcha любой bloger xato qiladi, lekin u xatodan qanday chiqadi va dars qanday yashaydi, shu muhimroq. Eng qizig'i, oying 35 da uylanasan dedilar. Misol uchun, men bitta mana ayol kishing turibdi. Qizing? Yo'q, qanaqa? O'rtog'ingmi? Qizim. Qizingni? Kelajak ayolim. Kelajak ayoli. Bugun ujin qilsanglar kerakdir endi. Xudo xolasa. Moyajonga telefon qilib so'raysanmi ujinga? Обязательно. Bular kursdami? Yo'q, bunga ertalab dabro berdilarmi? Dabro berganlar. Ertalab uje olib qo'yganman men.
Boshlanimda aylanib chiqaylik Kia K5. Ha, Kia K5. Nima aynan bu mashina? 2 kun oldin avariyaga tushdim. Yo'q, Ha, bilasizmi nimaga? Ko'z degan narsa bor aka. Instagramga post qo'ydimmi, pulimga biz trenajyorniy zal ochamiz, aytgancha. Trenajyorniy zalga pul ko'rsatib chiqdim, odamlar ko'z deb ertangi kuniga baxt urdim, короче. Balki taqdirdir просто. No endi bilmayman, baribir ko'z bor narsa-da aka. Ko'z siqildingmi? Ha, siqildim, bir kun siqildim. Kobalt urganman men. Kobalt bechorani bagaji yopilmagan. O'zi urdingmi? Ha, men urdim. Aka tirikchilikda ekanlar, o'shanga tez remontlarini qilib berdim. Men pakashda o'zim yurib turaman bunaqa. Hammasini cho'tka qilib yopding-a? Hammasini cho'tka qilib yopdim. Bo'p turadi u mashina. Kia K5 xudo xolasa Kia menga agar aloqaga chiqsa zo'r mashina olardim. Kia aloqaga chiqinglar. Addushi ko'rsatyapti. Gap yo'q, qalay ekan mashina? Zo'r mashina. Вообще yoqyaptimi? Komforti nomer 1 20 yoshga bo'ladi, shukr. Chumchu ham tushdi. Ha, boylikka. Boylikka. Bishada, lekin mayli, unaqa demaymiz. Endi просто mendan tavsiya, endi mashina baribir hech kim zastraxovan emas u urilishidan. Shuning uchun по-любому narsa bo'lib turadi. Ishqib o'zingni yeb qo'ymasang, siqib qo'ymasang bo'ldi, по-моему. Shu temir-u, самое главное menga ish bo'ladi. Aqling joyida, xoyin qizig'i nech pul ishlashini bilsa-yu, fignya расходligini bilamiz. Nimaga mashinangdan so'rayapman hozir? Короче, maktabda yomon o'qigan ekansan. Sanga har doim aytishgan ekan, odam bo'lmaysan deyishgan ekan. Bo'lgan shunaqa narsa, bo'lgan shunaqa. Har yangi mashina olganingda o'sha maktabga yonidan o'tar ekansan. Shunaqa bor, shunaqa bor. Qisqa eslab o'taylik. Birinchi olgan mashinamda u payt Equinox payti bo'lgan. Equinox payti bo'lgan. Equinoxda men maktabga borardim. U payt maktabda o'qib yurardim men. 17 yosh edim. Hali 11-sinfman. Maktabga Equinoxda borardim. Sinfdoshlarim olib ketardim, tam gulat qilar edi. Keyin ikkinchi mashinamda u payt mana shu Kia'ni olib maktabning yonidan o'tib ketaman. U kechqurun bo'ladi. Soat 1-2larda. Hech kim yo'q payt. O'tib ketaman maktabdan, gelikdan o'tganman. Ko'p narsada o'tganman. Prosta ular ko'rmasin, prosta o'zim uchun. Nima uchun? Shu ishingga bo'lganmi, shu odam bo'lmaysan deyshganda? Конечно, bu bizga nabarot, maktabda bizga yechadi-yu, odam bo'lmaysan. Bu motivatsiya bolaga. То есть plus bo'lgan. Plus bo'lgan. Agar maqtanaversa, bolani maqtaversa, u oxiri tishib qo'yishi mumkin. Поэтому жесткий motivatsiya bu odam bo'lmaysan, ertaga ko'chani terasan, короче. Shohruzda endi o'zini obrazi bor. Men endi odamlarda разбираться qilaman. O'zi juda ham aqlli talqovi bola bu. IELTSdan ham 8 olgan ekansanmi? IELTS 8 degani bu o'zi qaranglar. IELTS 8 degan bu просто проверка своего знания на английском. O'shanda shou borganimda meni IELTSim o'zi 7 bo'lib yotibdi-da. Menga aytishgan 8 degan. Voy. 8 deganman. Adak IELTS 7. Adak IELTS. 7 ham yomon emas, o'paydi. Yomon emas, конечно, men IELTS 1 yil tayyorlanganman o'sha IELTSga. Просто IELTS проверка знаний. Yo'q, xo'p, o'zi men seni bilaman, sen talqov aqlli bo'lasan, bilasan nima qilishingni, mana to'g'rilanib, xatolaringni bilib, o'qishni yomon ko'raman, soqi qilishni bilaman, bo'ldi. Ha? O'qishni yomon ko'rganman. Ozgina yomon bola qilib o'zini ko'rsatish kerak-da, takoy. Yo'q, men o'qishni yoshligimdan yomon ko'raman aka. Institutga topshirmadim. Maktabimni yomon tugatganman. Institutda o'qimading? Institutga topshirmadim. Uydagilaring nima deyishdi o'qimayman deganing? Menga o'qitishgan, lekin men hozir pul topolmayman, zachем menga o'qish kerak? Masalan, hozir diplom nimaga kerak? Sovchilikka borganingiz diplomingiz bormi deb so'rashadi, o'shanga kerak. Sizga diplom kerakmi? Sizlarga diplom kerakmi? Kerak ekan. Masalan, shunaqa narsa-da. Institut. То есть oying senga ishonadilar, в принципе, просто ularning pokoleniялari uchun qiyinroq, vысшее образование olib qo'yishing kerak, har ehtimolga qarshi deb. Vысшее образование baribir endi o'qib olib qo'yaveraman. Agar kerak bo'lsa o'qiyman, olaman. Agar rostdan ham kerak bo'lib qolsa, o'qiyman, olaman. Hozircha meni yo'nalishimga bu narsa kerak emas. Xo'p, biznes savollariga qaytamiz endi. Xo'p. Eng qizig'i, qanday o'yin o'ynab pul ishlasa bo'ladi? Sababi yosh kattalar ham bu videoni ko'radi-da. Ko'plar uchun o'yin o'ynagan yoshlar hech qachon hech nimaga erisha olmaydi. Tushunasizmi? Bu loyihamdan ikkita maqsadda. Katta yosh kattalarga ko'rsatish kerakki, что kimdir o'yin o'ynab, kimdir ertaga pul topib ketishi mumkin farzandi. Ishiga aylanib ketishi mumkin. Ikkinchisi qanday bu o'zi oddiy tilda tushuntirib berish kerak. Men o'yindan qanaqa qilib pul topganim, bu birinchi bo'lib auditoriya yig'ilib reklama sotganim. Ikkinchisi bu o'yin valyutasini sotish. Ya'ni o'yin o'ynab turib, o'yindagi pulni sotishi. Esingizda bo'lsa, Rossiyada vizalar yopilgan payti. Odamlar o'yinga donat qila olmaydi. O'zbekiston orqali donat qilishgan. O'shanda birinchi bo'lib men
o'yin valyutasini sotish bo'yicha servis ochganman. Internet magazin ochibsan. Internet magazin ochganman. Telegram bo'ylab. Polniy bizaga Rossiyada bor o'yinchilar bizdan olishgan valyutani. Vosh katta bozori. O'shanda hamma оборотni bilishadi. 14,5 milliard оборот bo'lgan bir oyda. So'm. Bir oyda. Bir oyda. U endi foydani hisoblasa, foyda ham yaxshi chiqardi-da. Endi bizning kartalarimiz orqali оборот ko'payib ketgani bank chaqirishgan bizani. Nimalar qilyapsan? O'zbekistonda. Ha, nima nalog to'lamayapsan? Bizda mana bunaqa narsa, o'yin valyutasiga siz ustiga foiz qo'yasiz. Keyin masalan, bizga qancha nalog kelgan? 15-12% NDS kelgan. Biz tovarimizga konkurensiyaga chiqish uchun 5-6% qo'yamiz. 12% ni to'la olmasdik. Keyin bizning ishimizni yopib qo'yishdi. Shunaqa qilib eng katta bo'lgan UC servis, o'yin valyuta servisi yopilib ketgan. Ya'ni oddiy qilib aytganda 14,5 milliard oyga оборот bo'lsa, 10% taxminiy foyda qilganmiz deb aytgansan, qaysidir intervyuda? 5-6%. 5-6%. Xo'p, mayli. 700 million so'm deylik oyiga sof foyda bo'lgan. Sanga shu nalogga qo'yishgan NDS 12% mi, 13% mi? To'laganmisan o nalogga? Hozir biz to'layapmiz. Biz hozir to'layapmiz. Hozirda biz eng katta servis bo'lmasa ham, lekin baribir biz o'sha kelayotgan foydasidan to'layapmiz. Mizerniy pul chiqadi. To есть hozir ham internet magazining bor. Hozir ham bor. Hozir endi nalogini to'lab, foydasini chiqaryapsan. Da, endi hozir foydasi kamroq sal. Хорошо. O'shanda 14,5 milliardli o'sha оборотli magazinni yopib yuborishdi. Nima bilan tugadi istoriya? Просто tugadi, bo'ldi. Da? Yarim yil ishlamadim. Siqildingmi? Конечно, siqildim aka. Endi tasavvur qiling, oyiga shuncha pul topasiz-da, bitta diyo bo'lib ketyapti shu narsa. Men 5 oy ishlamadim. 5 oy ishlamay bitta platejniy programma bilan shartnoma qildim men. Xullas, ular yopilib ketishdi keyin. Keyin men o'shanga sababchi bo'lib qolib, короче, UC servisim yopilib ketdi. Men hech qanaqa qilib rivojlanmadim. Просто как бы hayotda ko'p sinovlar bo'lib turar ekan. Oddiy qilib aytganda shu tushunmaganligi o'yin o'ynab turib, o'shda valyutasini mana sotib, internet magazinlar qilgan, просто o'ynab pul topmagan, o'shanga o'sha o'ynaydiganlarga u servislar qilib bergan, to'g'rimi? Instagramini kontent orqali odamlarni ko'paytirib, reklamada pul ishlagan va yana nimada mana Yakuza nimada pul topadi? Instagram, YouTube, TikTok da. Yo. Ya o'zi sotsial tarmoqlar. Reklama, kontrakt va servis bo'ldi. Faqat shundan pul topaman. Reklama, Instagram, kontrakti, u ham Instagram, to'g'rimi? Reklama va servis. Mana bunaqa biznes. Servis. Sani o'yinlaring bilan bog'liq. Tak, levak. Eng qizig'i Yakuza o'yinchilarning ichida уже pensioner hisoblanadi. Sababi o'zi mana pikda bo'lganingda 17 yosh bo'lgansan, где-то. 16-17 yoshli geymerlar eng pikani futbolda o'zini возрасты bo'lganda, bu yerda ham o'zini yoshi bor. Shuning uchun bu sekin pensiyaga chiqayotganiga chiroyli mana shunaqa pachot bilan chiqaraveraylik dedim. Esdalik bo'lsin, taqiq qildim. Nima hozir chiqazib yuborib, mana hali borman o'yinda. O'yin o'ynamay qo'yibsan-ku? Yo'q, o'ynayman haligacha. Nima o'ynayapsan? Bilan kontraktim bor, o'ynamasam bo'lmaydi. Yo'q. Bu o'yinni piplatib qo'yaman, boshqa yana nima o'ynaysan? Uni bilamiz o'ynashingni. Yana nima o'yin o'ynaysan? Boshqa ish bilan o'ynash mumkin emas, faqat shu o'yinni o'ynayman. Понятно. Kontrol o'ynaymiz-mi bugun? O'ynaveramiz farqi. Просто ko'rsatmasam bo'ldi. Ko'rsatmaymiz, a? Yo'q, bo'ldi, ko'rsatmasam bo'ldi. Instagram post stories necha pul turadi? Post bilan post necha pulda? Post 1,5, stories $700. $700. Короче, uni ham buni ham olsa $2200 ga tushadi. Ha. Хорошо. Nechta kontrakting bor va necha pul oyiga ishlaysan? 3 ta kontraktim bor. Birinchi kontraktim bu bitta sayt bilan. U saytda aytmayman. Как бы reklama qoladi. Ikkinchi kontraktim bu telefon markasini ham aytmayman, reklama emas. Ular bilan kontraktim va o'sha o'yinim bilan. Oyiga taxminan necha pul olib keladi bu kontraktni? Telefon markasi bilan aka. Telefon, o'yin, Telefon, o'yin, общий va sayt oyiga. Yakuza oyiga necha pul ishlab topadi? Hop bilib olamiz. Tfu, ko'z tegmasin. O'yin 10 ming berishadi. Telefon markasi 10 ming berishadi va sayt 20 ming beradi. 30 ming sof foyda kontraktlarni o'zida. Lekin men 50% ni beraveraman-da. Kimga? Bu yoqda men naloglarni to'layman, 50% ni beraveraman. Yaja organizatsiyada ishlayman-ku. Assotsiatsiyaga pul to'laysan. Ha, assotsiatsiyaga masalan, menga qo'limga 10 ming tushdi, men 5 mingni sizga beraman assotsiatsiyasiz menda. Chunki u pulni sizda emas. Menga kontentga pul kerak bo'lsa, masalan, men sizdan olaman.
O'zim pulimni quritmayman. Ular yordam berganda o'zini vaqtida sanga-da. Haligacha ham yordam berishadi aka. Olimpiadaga ham borgansan, ular bilan birga Pamoyevich Umarov bilan o'shda ko'rishgansan. Rasmga Chempionat tushgan. bo'lgan Ha. Xitoyda o'yin bo'yicha. Ha. Da? Nima deganlar ko'ribsan? Malades degan lomat tilab qo'yganlar. Da? No, O'sha assotsiatsiya bilan birga o'shanda borgansan shunaqa chempionatlarga. Da. Bu muhim, qarochi, san sohangda. da, borgan. Zo'r, qolganini onangga beraverasan. Da, qolgan. Hammasini onaman oladi o'zi. Da? Gap yo'q. Mana bu servisga taxminan qancha oyga olib keladi? Hozir o'sha kamroq. No, примерно. Oyiga 3000-4000 olib kelsa kerak. 3000 na. Zo'r, baribir zo'r. Undan tashqari hozir zal qotgan ekansan. Zal qolmiz, u yoqdan hali endi ochilish bo'ladi. Sen 100 bo'lsam, o'tda pul tikyosan. U yoqda pul tikish ham, 100 bo'lish ham. Da? То есть yarim partnerstvoda. Yarim partnerstvoda. Dahshat. Necha pul общий sarmoya bo'lyapti zalga? Ular ko'proq tikyaptilar, u yoqda 400 mingdan ko'proq ketyapti. 400 Chunki joy sotib olingan. Arenda emas. Tushunishim bo'yicha bizda kibersportni organizatsiyasini boshlig'i shu Doniyor Jo'rayev ekan, ha? Doniyor Jo'rayev, Akmalak Abduvaliyev. Ular endi har bir inson yo'nalishga qarashadi-da, ularda har xil yo'nalish. No, общий shu assotsiatsiyani odamlari, bu. Assotsiatsiya odamlari. Kibersport O'zbekistonda rivojlanyaptimi? Bir Juda paytlar qattiq, Alisher juda Usmonov ham qattiq. 100 million dollarlarni tikib yubordi Rossiyada. Ishingda bor bo'lsa. Juda qattiq rivojlanyapti, chunki hozirgi paytda biz turnir o'tkazdik. Global Open degan turnir. U yoqda prizovoy fond 500 ming dollar bo'ldi. O'zbekistonda o'tdi u narsa. Yaxshi. Butun dunyodan o'yinchilar kelib bizda o'ynab ketishdi. Dahshat. Endi rivojlanish Bu juda kelajagi bor, tema o'rgani yo'q. Kelajagi bor. Balki realniy Akalar ham sport qiziqyapti qatoriga ham hozir. kirib ketishi mumkin, ha? Akalar ham hozir qiziqayotgani bizga katta plyus. Men endi o'zim ham o'yinlarni yaxshi ko'raman. Yoshlikdan shu Dota o'ynab, Counter o'ynab katta bo'lganmiz. Menimcha me'yorida o'yinlarni o'ynasa, даже qayerdadir ham yordam beradi ana hayotda ham. Meni shaxsiy fikrim bo'yicha. Shu yoshlarga sendan tavsiya, kibersportsmen bo'laman deganlarga, o'yinchi bo'laman deganlarga, ota-onalarga shu farzandi ko'p o'yin o'ynab, ular siqilayotganlar uchun nima derding? Ko'p gap aytmayman. Bolalarga aytish mumkin. Bolalar, masalan, men streamer bo'lsam, hamma ham streamer bo'la olmaydi. O'zingizlarning yo'nalishinglarni topishinglar kerak. Agar nimadir yoqayotgan bo'lsa, hobbidan pul ishlayotgan bo'lsanglar, olib boraveringlar dalish. Hurmatli ota-onalar, iltimos bolanglardan so'ranglar nima xohlayotganligini, nimaga qiziqyapti. Bolani faqatgina o'qishga tiqurish kerak emas, balkim oxirida o'qishni yomon ko'rib qolib, o'zini yo'lini topolmasligi mumkin. Aql o'rgatmayman, sizlar bilsanglar kerak, yaxshiroq. Prosta boladan so'ranglar nimaga qiziqayotganligini. Bo'ldi. Mendan onam so'raganlar, o'shaning uchun Xudoga shukr, hozir yaxshi yuribman. Dilfuzabaga katta salom, Shohruz zoyalari. To'y qachon endi? Eng qizig'i. Ko'rsatamizmi? Yo'q, ko'rsatmaylar. Bijir-bijir qilib qo'yamiz mana. Bijir-bijir qilamiz ham. Mayli, ko'rsatmaymiz. Qachon to'y? Xudo xolis, hozir hovlini bitirib olsam. To'y qilamiz deyaptimi? Da? Hovlini bitirib olsam. Gap yo'q. Sog' bo'lgan do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like bosib, izohni qo'llab-quvvatlaringlar. Sandan bu tanlov qo'yramizmi yo'qmi? Tanlov? Tanlov. Konkurs. Не хочешь что-нибудь разыграть? Да хочу. Mayli bitta iPhone 16 Pro Max. Sandan. Obunachiga beraveramiz. Yakuzadan. Masalan, hozir bizga o'yinga telefon kerak-ku. Kimdirga kerak. Kimdirga yordam bo'ladi. Kimdirga yordam bo'ladi masalan. Gap yo'q. Unda eng qiziq, eng kulgili izohni o'zing tanlab, O'zim tanlab o'shani beramiz. Всё, mujik. Omad. Rahmat kattakon. Do'stlar, charchamanglar. Sog' bo'linglar. Shunaqa mana O'zbekistonning eng yosh shu eng taniqli streamerlardan biri Shohruz Yakuza. Sog' bo'linglar, omadinglarni bersin.